Nima bo'ldi yana? Kayfiyating yo'q, tinchlikmi? Tushlikka ham chiqmayapsan, tinchlikmi? Qizimni sog'inib ketdim. Menga qara. Endi onasan, farzandingni sog'inasan. Nega tashlab kelding bo'lmasa? A? Mana shu ishing qochib ketadimi? Kutib turardi. Puldan qiynalib qoldik. Bitta Farg'a akamni topgani yetmayapti. Bo'lmasam-chi? O'zingni qiynamaginda chidagin. Bo'lmasa uydagilaringni ko'ndirgin. Yana bir yo'li qizingni o'zing bilan birga olib kelishing mumkin. Yaxshigina pul topyapsan. Nima, bitta enaga ola olmaysanmi qizingga? Enaga ola olmayman, lekin Farruh akam hech kimga ishonmaydi. Faqatgina onasiga ishonadi. Xo'p, unda Farruh akangni ham, qaynonangni ham ko'ndirginda birga olib kel. Tushundingmi?